Bolalar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana Nuzib bugun sizlar bilan bu videomiz YouTube'da qanday qilib stream qilish haqida bo'ladi. Hozir men sizlarga bu videoda YouTube'da o'zidan qanday qilib oddiy stream qilsa bo'ladi, stream qilish uchun nima qilish kerak, barchasini aytib o'taman. Qani videoni boshlamasligimdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Har kuni YouTube kanalimizda stream bo'ladi. Bo'lmasam biz videorolikimizni boshladik. Birinchi bo'lib YouTube'ga kiramiz. Bu yerda mana pastda turgan plus tugmasiga bosamiz. Bu yerdan keyin jonliga o'tadi. Keyin bu yerda qalamchani so'yamiz. Kengizning tepasida turibdi. O'shani bosamiz. Bu yerdan keyin mana jonli qilishga chiqadi. Bu yerga hammaniki kirib ketmaydi. Birinchi YouTube akkauntingiz birinchi 50 ta obunachiga ega bo'lish kerak. Bo'lmasam bu yerga stream qila olmaysiz. Kirib stream qilish mumkin emas. 50 ta obunachi yig'ib stream qilsangiz bo'ladi. Ko'plab 50 ta obunachidan tashqari YouTube kanalingizga kamida bitta stream shorts joylagan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasam qalamchani stream qilishni o'rgataman. Mana bu yerda qalamchani bosamiz. Bu yerda mana o'zimiz rasm qo'ysak bo'ladi. Har xillardan qo'yish bo'ladi. Hozir men ko'rsataman. Mana bitta stream banneri bo'ldi, mana avatarkasi. Mana streamga nima yozamiz? Men hozir buni yozaman. Stream kiramiz deb. Atak o'tcha xohlagan o'zingizlar nomingizlar bilan bir xil qilib har xil nima yozsanglar bo'ladi. Keyin bitta ochiqligiga kiramiz. Kimlardir bunaqa turgan bo'lishi mumkin, bunaqa turgan bo'lishi mumkin. Hammaga ochiq deb belgilab mashqga qo'ysak, hamma bizning streamimizda YouTube'ga kirgan odam ko'rishi mumkin bo'ladi. Bunda auditoriyaga yo'q bolalar uchun yaratilmaganini bosib qo'yamiz. Bo'lmasam biz YouTube'da keyin stream qilayotganda PUBG stream qo'ysak, YouTube bizga akkauntimizga ban berishi mumkin. Yoshga oid cheklovda ham yo'q, video 18 yoshdan kichiklarga mos bosib qo'yamiz. Bundan chiqdi keyin mehmonga birga jonli efir qilishga taklif qilishim shart emas. Keyin tavsifga ham o'zimiz xohlagan nom yozishimiz mumkin. Keyin joylashuv shart emas. Mana screencastga yoqib qo'yib, o'yin nomini kiritish ustiga bossanglar, qidiruv kelib chiqadi. Bu qidiruvga PUBG deb yozasizlar. Qaysi o'yinda, nimada stream qilmoqchi bo'lsanglar. Hozir men Wi-Fi'dan uzilib qoldim. Buni keyin mashqga kirib PUBG deb yozasizlar. Chiqadi, men 2018-ligini bosasizlar. Keyin mana bitta keyinroqqa rejalashtirish bor. Agar hozir stream qilmoqchi bo'lmasanglar, keyinroqqa rejalashtirib qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana shu keyinroqqa rejalashtirishni bosib vaqtini sozlab, to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Keyin kengaytirilgan sozlamalarda chatga ruxsat berish, munosabatlarga ruxsat berish, shularni yoqib qo'yasizlar. Keyin oxirida mana shu keyingisi deganini bosamiz. Keyin jonli efirga bossangiz, siz streamga chiqib ketasiz, YouTube'da stream qilasiz. Agar men ikkisi bo'lsangiz, haqiqatan translyatsiyani to'xtatmoqchimisiz chiqadi. Okeyni bo'lsangiz, stream joyida to'xtaydi. Bo'ldi. Bugungi videorolikimiz shular edi. Agar yana qanaqa videorolik kerak bo'lsa, yana mana shu stream qilish videosidan nimani tushunmagan bo'lsanglar, hammasini yozsanglar, yana qatiga tushunmagan bo'lsanglar, kommentga yozib qoldiringlar. Hammasini bir boshidan o'rgataman.
Sizlar bilan Nuzi bo'ldi. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr!